Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga kam xarajat sarflab qurilgan issiqxonamizni ko'rsatyapman. Kam xarajat deganim nima? Endi o'zingiz hovlingiz, tomorqangiz chetida o'sgan oddiy terak, tol. Endi sizlarda bilmayman nima deyishadi. Bizlarda Kaliforniya terak degan bor. Shu terakdan, tol bo'lsa toldan. Endi ko'k teraklar bo'ladi-yu, biroz egilganda sinib ketadi. Shuning uchun ulardan uncha foydalanilmaydi bizlarda. Issiqxona qurishda endi to'g'ri umri qisqa. Foydalansangiz 5-6 yil foydalansangiz bo'ladi. O'zi 2-3 yilda ustaykani mana shu yeri endi sizga ko'rmayapman. Ustun shu yerdan yerga kirgan tomonidan chirish bo'ladi 3 yilda. 3 yilda chirish bo'ladi. Bizlar bu chirish bo'lganda mana shu yerga qoziq qog'iladi, boshqa cho'pdan qoziq qog'ilib, yo sim bilan yo mix bilan mana shu yerga qotiriladi, qoqiladi. Ya'ni mana issiqxona ustuni u yoqqa bu yoqqa qimirlab yiqilib ketmasligi uchun. Issiqxonaga kelsak, razmerlari bunaqasi bo'yiga 14 metr, bunaqasi eniga 5,5 metr. Ichida ekilgan ko'chatlar soni, pomidor ko'chatlari soni 350 ta. O'zingizga qishga banka yopgani, yozda salat qilib yegani yetib ortadi. Bitta xo'jalik uchun. Bitta xo'jalik deganim 5-10 kishilik, 5 kishi, 6-7 kishilik oilalar bemalol yetadi. Bizlar bu issiqxonani qurganimizga 3 yil bo'lyapti, shuning uchun ozroq biz ancha charchagan holatda. Bu o'rtadagi tortilgan ustunga tortilgan cho'plarimiz bu pomidor simlarini ko'tarib turish uchun. Pomidor bilasiz, hosili ko'p. Ancha yuklaydi simga. Issiqxonaga ham. Shu uchun yerga tushib ketmasligi uchun sim pastga issiqxonani teblisani tortib yormasligi uchun o'rtaga shunaqangi cho'plar tortilgan. Har bir keyingi steykadan, bu steykadan tortib ketilgan. Ustidan sim o'tkazilgan, hosil simlari. Endi ko'ryapsiz, har 2 metrga bitta steyka qilingan. O'rtadagi ustunlarimiz bu yerdan bu yergacha pastgacha bo'lgan balandligi 280 bo'ladi. Endi yerga ko'milgan joyigacha shuncha kesilgan. Yerda tashqaridagi metri 2,5 metr, ya'ni 30-35 santimetr taxminiy yer ostiga ko'milgan. Balandi 2,5 metr. Bu yon ustunlarimiz 1,70 bo'ladi. 1,70, 1,80 bo'ladi. Bular ham yerga shu 30-35 ko'miladi. Qurilishida shunday foyda qilingan. Endi issiqxonani plyonkasiga keladigan bo'lsak, 14 metrga 14,5 metr plyanka olinadi. Endi hamma joyda narx har xil. Bu yerga endi 5,5, uzunasi 14 metr bo'lgan, balandligi 2,5 metr bo'lgan issiqxonamizga endi 10 metrlik, uzunasi 14,5 metrlik plyanka yopilgan. Endi
ketayotgan xarajatlar shu simga, plyonka ostidan tortilayotgan tasma, plyonka. Endi agar cho'p o'zingizda bo'lsa, ancha kam mablag' ketadi. Endi baribir u ham o'zingiz hisobingizdan ketayotgan xarajat u, lekin sotib olmaganingizga hisobiga kam deb aytyapman. Agar sotib olsangiz, u ham xarajatga baribir qo'shiladi. Mix, usta haqqi. Endi qarang. Plyonka yana uzunasi 14,5 metr plyonka yopilgan. U 2023-yil yanvar, fevral oylarida olingan bo'lsa, o'shanda narxi 32 ming so'mdan bo'lgan. Jami 464 ming so'm plyonka. Usta haqqi shu issiqxona shu yerdan boshlab qurilgan bo'lsa, 14 metrga, har metriga 20 ming so'mdan ustalarga to'lov qilingan. Har metriga farqi yo'q. Uni eni 5,5 bo'ladimi, 7 bo'ladimi, 8 metr bo'ladimi? Eni shu tiklangan ustunlar sonidan u boshdan bu boshgacha 14 metr bo'lsa, har bir metriga 20 ming so'mdan usta haqqi olingan, ya'ni 280 ming so'm xaraj qilingan. Endi ustidagi tasmalar, tortilgan simlar, yoniga ketgan mixlar hisoblasak, endi taxminiy 100 ming so'm xarajat bo'lgan. Shunda jami 950 ming so'm xarajat bo'lgan. Shu issiqxona qurilishiga. Endi bu cho'plarimiz o'zimizdan chiqqan. Endi agar sotib olsak, u ham qo'shimcha xarajatga kiradi. O'zingizning ehtiyojingiz uchun kerak bo'lgan pomidor, bodring mahsulotlarini bemalol yetishtirsangiz bo'ladi. Ya'ni yarmiga bodring, yarmiga pomidor ekib foydalansangiz bo'ladi demoqchiman. Bu yerga endi 5,5 metrga tushgan bo'lsa, 5 ta pushta, ya'ni 6 ta jo'yak tushgan. 5 ta pushta, 6 ta jo'yak. Eni 80 santimetrdan qilingan pushtalar. Bugunga shu. Ertaga yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, boshqa videolarimizda ko'rasiz. Kuzatib boring. Obuna